Siz uchun biz mana anaqaga keldik, sovchilikka. Yuring. Kamera yuring. Assalomu alaykum, opamjonim. Tuzuyimizni charchamayapsizmi? Mana kamera gaplashing. Opa. Yuring, maqa chiqing. Maqa keling. Siz nima u kirib olib, opa, nima yerga o'tyapsiz? Assalomu alaykum, opamjonim. Uzraman, hozir jinday kelishmovchilik bo'lib ketib qoldi. Mana u kamera gapiring. Voy, maqa chiqing. Sizga o'zim gapni o'rgatsam g'alatida, mana bu qarang. Kiramizda siz gapiring desam aytasiz. Bizda bir gul bor deysiz. Sizda shu bordimi? Gulda yigitda u Ayzen ham nima deymiz endi? Ayzen qarab turing, Ayzen chatimiz. Ayzen qarab siz uchun sovchilikka kelyapmiz biz. Ro, lekin opa gul emas kaktusga o'xshaydi ekan. Ayzen xato. Ayzen eshitib qolmasin, uni demang. Nima demang? Ayzen apa bola. Qarang, kirasiz. Bizda bir bulbul bor deng. Mayli endi bulbul emas u. Bulbul bor. Assalomu alaykum, opamjonim. Uzra. Yomon kelishmovchilik bo'lyapti. Mana kamera gapiring. Opa, qisqa qilib aytganda sizga sovchilikka keldik. Xullas, bizada bir bulbul bor. Ha. Bulbulmisan, bulbul. Jim turing. Ha deb turing siz. Voy, bitta tog'im o'lib qoldi. Ana shashlik qilamiz. Nima deyotgandim? Ha, bizada bir bulbul bor. Qarochi, bulbulmisan, bulbul. Ha. Uyim joyim deydi, bolam chaqam deydi. Fermamizni boshlig'i. Geliki bor, jim turing. Geliki bor, 2 etajli uyi bor, Toshkentda. Ayzen qayerlikda? Ayzen Dubayda yashaydi. Ha, Dubayda uyi bor. Men bu Ayzenni bratishkasi. Singlingiz bo'lsa, jim turing. Singlingiz bo'lsa, Roro ha deb turing. Maqa chiqing. Eshikdan keling. Opa hozir kelamiz. Siz yolg'on gapiraverayni desam, uncha meni xo'rlab berish shart emas edi hozir.